Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Mana shu sensorni datchiklarimiz hammasi kompyuterga idealniy informatsiyani vaqtida berib turmasa, motorimizda qaltirash, rasxod ko'payish yoki detonatsiya kuchayib ketishi, rulgacha borishi, rulni ushlab turganda qaltirab ketadi-yu, o'sha holatlar bo'lishi yoki bo'lmasa rasxod ko'paygandan tashqari gulishlardan har xil zaharli tutunlar, gazlar chiqishi kuzatiladi. Tabloda chek yonib qolishi yoki ABS datchiklari yoki shunga o'xshash qandaydir znaklar yonib qolishi kuzatiladi akalar. Bularni ko'rib turibsizlar, qayerdan yetganlarimizni bitta-bitta ko'rsatamiz. O'zlaringiz ham eshitib qo'ysalaringiz bo'ladi yoki o'zlaringiz moyaga qo'lingiz urgingiz kelmasa, bizga aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Bu yerda zaslonkalarni hammasi ideal bo'lib tozalanishi kerak akalar. Bir xillar zaslonkani tozalaydi, benzinovsiz almashtiradi yoki svechni almashtiradi, provod almashtiradi yoki bobina almashtiradi. Bitta обновление ham qilib qo'ymasa bo'ldi, hammasi yaxshi deydi. 2 kundan keyin shu ahvol kuzatiladi akalar. Mana shunaqa ahvollar kuzatiladigan bo'lsa, olimmaslar aloqa chiqib, podpiskalarga отметка ko'rib qo'yinglar. Chilonzor 10